yig'lab yuribdilar otasini topolmasdan suratiga qarab. Ammo bugun otasi borlar qachon otani oxirgi marta ziyorat qilganini unutdilar. Azizlar, ona qalbi musaffo, ona ajib, ona yaxshi ko'rishini bildiradi bolasiga. O'padi, peshonasidan silaydi, erkalatadi. Ammo otamiz ekanda biz ba'zan qahri qattiqqa o'xshab turar ekan-u, ammo lekin onadan kam yaxshi ko'rmas ekan. Yaqinda bir ota keldi. Men buni topishimga sabab, azizlar, hayron bo'lmang. Bu hadisda bu she'rni aytishimga sabab meni oldimga bir ota kelib aytayapti, domla, bolamni buyragi yo'q. Kasal, buyrak olish kerak, almashtirish kerak. Donorga pulim yo'q. Men o'zimni bermoqchiman buyragimni. Ammo doktorlar siz jarrohlikdan chiqmaysiz. O'g'lingizga buyrakni olib beramiz, ammo siz turmaysiz deyapti. Kasalingiz og'ir, o'zingiz ko'tara olmaysiz amaliyot. Lekin men roziman. O'g'lim yashasinda men buyragimni o'g'limga bersam, sizni oldingizga kelganim men o'z joniga qasd qilgan bo'lib qolmaymanmi u dunyoda deyapti. O'limni o'ylamayapti azizlar. Allohning huzurida gunohkor bo'lib qolmaymanmi, ammo aslo o'limdan qo'rqmayman. Mana shu bolam yashasin.